Assalomu alaykum. Namangan taxta 2025 kuzatuvchilari, bugun hafta kuni dushanba yangi syomkamizni xudo xohlasa seximizdan olib boryapmiz. Bugun videomiz foydali va manfaatli bo'ladi. Xudo xohlasa akalar sizlardan iltimos like va podpiska bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xohlasa yaxshi videolar bo'ladi. Xudo xohlasa bundan bag'am zo'r videolarni chiqarib boramiz inshaalloh. Sizlardan iltimos bitta like va qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xohlasa yangi taxtlarimizni yaxshi narxlarda chiqazib boramiz. Xudo xohlasa poytaxtda straferli, to'sirli, lagerli kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Past raqamimizni qoldirib qo'yganmiz. Xudo xohlasa akalar bo'lsamiz akalarga. Video syomkamizni boshladik. Xudo xohlasa mana polovoy taxtalarimizdan birinchi o'rinda boshladik. Holatlarni ko'ring, ideal holatda, tilanishlari ham akkuratniy holatda, tilanishlari bir-biriga tushishlari ham o'ta zo'r, 100% sasni bo'ladi akalar. Bu yoq 12, qalinligi 1.9 chiqadi, 2 deyiladi, uzunligi 4 metrlik. Holatlarni ko'ring, ideal holatda akalar. Cheklanmagan miqdorda bor, bemalol zakaz bersani bo'laveradi akalar. Musofirda yurgan aka-ukalarimizdan bemalol telefon qilib zakaz bersani, xudo xohlasa manziliniga inshaalloh chiroyli qilib yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar bu narxi 45 ming so'mdan donasi akalar, 45 ming so'm esda qolsin. 12, qalinligi 1.9, uzunligi 4 metrlik, 100% sasni bo'ladi akalar. Bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Narxi 45 ming so'm esda qolsin akalar. Tilinishi ham o'ta akkuratniy holatda. Bir-biriga tushishi ham o'ta zo'r. Sifatlariga javob xudo xohlasa. Butoq bo'ladi ozmoz akalar, nimagaki sasni bo'ladi. Yel mahsulotida butoqsiz bo'ladi akalar. Esda qolsin, 100% sasni. Butoq bo'ladi ozmoz, iloji yo'q bu narsada. Katta ko'za eshak butoq yo'q, lekin butoq bo'ladi. Narx 45 ming so'm esda qolsin. Bu yoqda 3 li taxtamiz bor, palovoy qalinroq ko'klarimiz so'raganlarga. 12, qalinligi 3, uzunligi 4 metrlik. Tilinishi ham o'ta akkuratniy holatda. Holatlari cheklanmagan miqdorda bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narx 65 ming so'mdan keladi, 65 ming so'm. Holatlar tilinishi ham o'ta akkuratniy. Bir-biriga tilishishi ham dumaloq qilib ochilgan, bir-biriga chiroyli cho'tki tushadi xudo xohlasa. Holatlari. Yana bitta pol taxtamiz bor, 3 metrlik so'ragan aka-ukalarimizga. Bu yog'i 9 plusovoy 93-94 chiqadi, qalinligi 1.9 chiqadi, uzunligi 3 metrlik. Holatlar ideal holatda, katta ko'z yo'q buni. Ko'raverasizlar bemalol. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar narxi 27,5 ming so'm donasi. Cheklanmagan miqdorda zakaz bersani, yangi chiqazib beramiz apparatlarimiz shu yerda. Mana bu yana polimiz. Shrenesi 14 deyiladi, 13,5, 13,7 chiqadi, uzunligi 4 metrlik, 100% sasni akalar. Holatlarni ko'rinsizlar, tilinishlar ham o'ta akkuratniy holatda. Ko'raverasizlar bemalol. 13,7, qalinligi 1.9 chiqadi, 2 deyiladi, 1.9 aytib sotgan yaxshi. Tilinishlar ham o'ta akkuratniy, katta ko'z eshak butog'i yo'q. Narxga keladigan bo'lsa, narxi 55 ming so'mdan akalar. O'ta cho'tki, o'ta sifatli. Hamyonbop bo'ladi xudo xohlasa. Ko'raverasizlar akalar, xudo xohlasa chiroyli narsa. Polovoy taxtamiz holatda. Old tomondan ko'rinishingiz, orqa tomondan ko'rsataman. Orqa tomoni ham. Taxtani orqa tomonda bo'ladi, ozmoz abzoli bo'ladi, bunda yo'q. 1.5 so'r deydi. Tilinishi ham 55 ming so'm qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Razmerlarimiz bor, har xil razmerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 13lik, 14lik, 9lik, 15lik, 17lik, 19lik. Mana bu yoqda lagerligimiz bor. Lager to'sin so'raganlarga 18 ga 5, uzunligi 4 metrlik. Narxiga keladigan bo'lsa, 145 ming so'mdan keladi. Bemalol aloqa chiqsana bilan 100% quruq. Lestvak bo'ladi akalar. Lestvak esda qolsin, lestvak 145 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yoqda strafellarimizni ko'rsatamiz. Bunisi 6 metrlik ham, 9 ga qalinligi 34, uzunligi 6 metrlik. Narxga keladigan bo'lsa 78 ming so'mdan akalar, 78 ming so'm. Bu yoqdagisi 17ligi, 17, qalinligi 34, uzunligi 6 metrlik. Tilinishlar ham o'ta akkuratniy holatda. Bemalol telefon qilsana bo'ladi, har xil razmerlari bor.
Endi o hamyonbop, chiroyli strapil 14 lik strapilli. 14 ga 4 deb aytiladi. Chiqadigan razmeri 14, qalinligi 34 chiqadi. Tilinishi ham o'ta akkuratli holatda, o'kaylar. Pachkali holatda. Holatlarni ko'rasizlar. Chiroyli, sifatli narsa bo'ladi. Abzol, garbil, katta bitoq, eshak bitoq bo'lmaydi, o'kaylar. 117 ming so'm donasi. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Chiroyli, sifatli narsa bo'ladi. Bunisi 11 ligi bo'ladi. 11 ga qalinligi 34, uzunligi 6 metrlik. Bu 9 ham o'ta ko'p taxta. 100% sasna bo'ladi, mana po'chog'i ham turibdi. 100% sasna. Narxi keladigan bo'lsa 94 ming so'mdan o'kaylar. Tilinishi ham o'ta akkuratli holatda bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana 17 ligi bor. Mana 19 ligi ham bor. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Uzunligi 6 metrlik. Yangi tushgan taxtalarimiz, palova taxtalarimiz bor. 3 metrlik, 4 metrlik. Zakazga qarab shpuntli qilib pol taxtalar o'shtirib beramiz. 3 metrlik ham bor, 12,5 lik, 4 metrlik ham bor, 12,5 lik. Qalinligi 1.9 qoladi o'kaylar. Qoladigan razmeri 2 deb aytish hojat yo'q, 1.9 qoladi. Bemalol aloqa chiqsana bo'ladi. Mana shifr kerak so'ragan aka-ukalarimiz ham shifrlarimiz bor. Tuvosoy chek. Zavodniki. Narxi 50 ming so'mdan o'kaylar. Garantiyasi bor. Yangi keldi, hozir olib tushirilyapti. Xolos kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Mana Andijon yo'llangishi. Mana temir ko'mir so'raganlar temir ko'mir ham bor. Bemalol